Ko'chalarida kishi e'tiborini o'ziga tortadigan yangi afishalar paydo bo'ldi. Azaldan san'atsevar xalq emasmizmi? Bu e'lonlar ko'pchiligimizda katta qiziqishga va albatta quvonchga sabab bo'lgani tabiiy. Axir Toshkentga sharq musiqasining yorqin namoyandalaridan biri Eron xonandasi Andi kelmoqda. Yoshlarda esa Andi haqida qiziqarli ko'rsatuv. O'zbekiston maftuni. Bu ko'rsatuv san'atkor qalbini rom etgan oliy qadriyatlar haqida. 25 oktyabr soat 20:45 da. Albatta, yoshlarda. Men sizlarni sevaman. O'zbekistonda uchrash guncha. Rinza bir zumda gripp va shamollashni davolaydi. Hamma afzalliklar Beeline'da. Faqat Beeline'ning yana daqiqa yangi tarif rejasiga ulanib, mutlaqo bepul 2-daqiqaga ega bo'lasiz. Beeline hayotning yorqin tarafida bo'l. Орвинет, isma, bosh og'rig'i, tumov va shamollashdan birinchi tez yordam. Седовит содержит не только травы, но и витамины, которые помогают восстановить нервную систему. Institutda mening do'stlarim ko'p. Biz bir-birimizga o'xshamaymiz, lekin hammamiz muloqotda bo'lishni yaxshi ko'ramiz. Bu mening eng yaqin do'stim, sportsmen ekstremal. Doimo o'z musobaqalaridan qo'ng'iroq qiladi. Bu esa mening sevgilim, a'lochi, ilg'or va shunchaki go'zal qiz. Kechqurunlari u bilan tinmay SMS-lashamiz. Ularning barchasi talaba tarifidagi maxsus narxlar bo'yicha. Tarif ichida chiqish SMS-lari 1 sentdan, uyali telefonlardan kirish bepul. Chiqish qo'ng'iroqlarining 1 daqiqasi esa 1 sent. Talaba tarifi men va do'stlarim uchun, muloqotda bo'lishni yoqtirganlar uchundir. Yusel, yanada ko'prog'ini kuting. Sinib qolding, demak och qolding. Snickerslar, to'xtatma. Snickerslar, to'xtatma. O'yinlarni saqlab oling. Bu juda qiziq. O'yin kodini 4042 raqamiga yuboring. Beamer Street Racing 3D. Katta yo'lga chiqing va betakror grafika hamda tezkor poygalardan zavqlaning. Jahon futboli 2008. O'z o'yin uslubingizni ishlab chiqing va jamoangizni Jahon Kubogi hamda Superliga musobaqalari g'olibligiga olib chiqing. Skate. Mobil telefonda skateboard bilan ekstremal amallar. Siz uchun hech qanday to'siq yo'q. O'yinlarni saqlab oling. O'yin kodini 4042 raqamiga yuboring. Hammaga zudlik bilan ushbu raqamga sensatsiya, yaqin kishilarni tabriklashning yangi yo'llari, sayyoradagi eng zo'r hazil mutoyibalar, super budilniklar, butun dunyo bo'ylab ovozli sevgi izhori qiz bolani juda ham baxtiyor qiladi. Butun mamlakat ovoz otkritkalarini jo'natmoqda. Siz ham qo'ng'iroq qiling 0960 va parolni unutmang. Telefoningizga eng zo'r hitlarni yuklab oling. Qo'ng'iroq qiling 0932. Qo'ng'iroq qiling 0932. Rinza bir zumda gripp va shamollashni davolaydi. Rinza bir zumda gripp va shamollashni davolaydi. Hamma afzalliklar Beeline'da. Faqat Beeline'ning yana daqiqa yangi tarif rejasiga ulanib, mutlaqo bepul 2-daqiqaga ega bo'lasiz. Beeline hayotning yorqin tarafida bo'l. Sizning prostatangiz kechalari uyg'onishingizga majbur qiladimi? Sizni ko'pincha siydik yo'li muammosi bezovta qiladimi? Ehtimol bu prostatit va prostata bezi adenomasi belgilaridir. 40 yoshdan oshgan erkaklarning ko'pchiligini prostata bezining adenomasi bezovta qiladi. Prostamol uni bu Germaniyada ishlab chiqarilgan tabiiy o'simlik vositasi bo'lib, prostata bezi adenomasini oldini olish hamda davolash uchun mo'ljallangan. Prostamol uni bir kapsulasi kuniga faqat 1 marta qabul qilinadi. Davolanish muddati 3 oydan kam bo'lmasligi kerak. Prostamol uni vaqti keldi. Prostamol uni prostataning oddiy davosi. Urologlar jamiyati tavsiya etadi.
Najot shifo. Xitoy va koreyalik oliy toifali mutaxassislar sharq tabobati va ilg'or zamonaviy usullar, jumladan igna va lazer terapiyasi, kompyuter yordamida taranglashtirish yo'li bilan davolaydilar. Shifokorlarimiz sizni harakat a'zolari va asab tizimi xastaliklari, nafas va me'da yo'llari kasalliklari, yurak qon tomir va endokrin dardlaridan forig' etadilar. Onasi, Fastumgel qani? Menda nima bo'ldi? Dadamiz o'z yoshliklarini eslab qolibdilar. Beli. Fastumgel beldagi, bo'yindagi va mushaklardagi og'riqni samarali davolaydi. U og'rigan joyga chuqur singib, og'riqdan tezda xalos qiladi. Fastumgel yallig'lanishi va og'riqni bir zumda yengadi. Nevrologlar assotsiatsiyasi tomonidan tavsiya etilgan. Mehrlab tayyorlaymiz qadrdonlarga Shedrolet va quyosh sen bilan birga. Shedrolet har birida quyosh mujassam. O'yinlarni saqlab oling, bu juda qiziq. 0960 ga qo'ng'iroq qiling va parolni unutmang. Kung Fu Panda. Mashhur multfilm asosida ishlangan ushbu o'yinda Po ismli panda yoki qora arsloni Tai Lung uchun o'ynang. Bruce Lee, temir musht. Dunyoning eng kuchli jangchilari bilan bellashing va tengsizligingizni namoyon qiling. Road Chase 3D. Bu aylana poygasi emas, bu shahar bo'ylab haqiqiy poyga. Butun jahon katta yo'llari sizni kutmoqda. O'yinlarni saqlab oling, 0960 ga qo'ng'iroq qiling va parolni unutmang. Tezlik, adrenalin va ozodlik. O'z mobil telefoningizda takrorlanmas poygalarni amalga oshiring. Sonini kod bilan 4042 raqamiga SMS tarzida yo'llang. Haqqoniy poygalarni saqlab oling va haqiqiy adrenalinni his eting. Mohir poygachiga aylaning. Sonini 4042 raqamiga yo'llang. Mobil telefoningiz bor va siz undan faqatgina suhbat qilish uchun foydalanasiz. Unda zerikishga aslo o'rin yo'q. 0932 qo'ng'iroq qiling va eng zo'r mobil o'yinlarni telefoningizga yuklab oling. Qo'ng'iroq qiling 0932. Rinza bir zumda gripp va shamollashni davolaydi.